Aziz haqiqat izlovchilari, bugun biz odamni komillikka yetishtiruvchi tizim haqida so'z yuritamiz va mutlaq haqiqatning asosi bo'lmish mutlaq muhabbatga erishish yo'lini ko'rsatamiz. Ekranga qarang. Mutlaq haqiqat formulasida barkamollikka erishtirish tizimini boshqaruvchi kuchlar uchburchakning chetlaridagi nayzalar ko'rinishida keltirgan. Va ular 5 ta. Xudo bilan dunyo orasida bitta kuch, dunyo bilan jonzot orasida 2 ta kuch, Xudo bilan jonzot orasida 2 ta kuch nayzasi. Dunyo bilan va Xudo bilan jonzotning orasidagi kichkina qizil nayzalar jonzotga tanlash, ya'ni ixtiyor bildirish huquqi berilgani belgilisi. Jonzot odam tanasida tug'ilganida bu huquqqa ega bo'ladi va shu huquqdan qanday foydalansa, shunday taqdirga erishadi yo duchor qilinadi. Ya'ni har qanday tanlovning oqibati oldindan tayyor va belgilangan va u matematik aniqlik bilan yaratib qo'yilgan. Tanlovimiz natijasida qilgan amalimiz bizni shaksiz o'sha jazoga duchor qiladi yoki Xudoga yaqinlashtiradi. Tushunib oling, moddiy dunyoda barcha amallarning faqat 2 xil oqibati bor: Xudoga yaqinlashtiruvchi va Xudodan uzoqlashtiruvchi. Faxrlanishga arziydigan hech vaqo yo'q moddiy dunyoda, chunki moddiy dunyo va moddiyatlar dunyosi Xudo uchun pashsha qanotidan ham qadrsizroq, arzimas narsa. Garchi juda mukammal va go'zal bo'lsa ham, Alloh uchun uning qadri yo'q. Xudoning hamma yaratiqlari mukammal, ammo ularning orasida Xudoga faqat jonzotlar qadrli. Boshqa barcha yaratiqlar Xudo bilan jonzotlarning orasidagi munosabatni o'rnatishga xizmat qilish uchun yaratilgan. Dunyo ham, Xudo ham jonzotga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun bu kuchlar alohida nayzalar ko'rinishida ajratilgan. Lekin bu kuchlar jonzotning tanloviga ko'ra ta'sir o'tkazadi. Ya'ni odam dunyo tomon tanlov qilsa, dunyo uni boshqaradi. Xudo tomon tanlov qilsa, Xudo uni boshqaradi va moddiy dunyo changalidan qutulishga ijozat beradi. Jonzot hech narsani boshqarishga qodir emas. Moddiy dunyo Xudoning tashqi quvvati bo'lib, vaqt kuchi orqali boshqariladi. Vaqt oliy hakam deb shuning uchun aytiladi. Chunki vaqt moddiyatning barcha sohalarini, hatto moddiy dunyoning o'zini ham yo'q qiladi va qayta paydo qiladi. Vaqtni qadrlamagan odam Xudoni qadrlamagani bilan bir xil. Chunki odamga berilgan umr bu Xudoga qaytish uchun yetarli miqdorda ajratilgan imkoniyatlar soni. Imkoniyatlarni isrof qilgan odam armonlar iztirobida va achinarli ahvolda umrini yakunlaydi. Vaqtning kuchi astronomiya, astrologiya, fizika, matematika, energetika, geodeziya, geografiya, tarix fanlarida olimlar tomonidan ma'lum darajada o'rganilgan va shu bilimlarning hatto ozgina miqdori ham tafakkuri kuchli odamni hayratda qoldiradi. Vaqt naqadar qudratli kuch ekanligiga lol qolishdan boshqa tuyg'u kelmaydi. Vaqtni qaytarib ham, to'xtatib ham bo'lmaydi. Buni orzu qilish va bunga erishish uchun umrni sarflash ahmoqlik. Vaqtni tezlatib ham, sekinlatib ham bo'lmaydi. Unga faqat bo'ysunish va rioya qilish mumkin. Vaqtdan unumli foydalanish iborasi aslida vaqtga rioya qilishni bildiradi.
Vaholanki qismat mevasini tatish vaqtingiz kelganida vaziyatlar shu qadar keskinlashadiki, siz vaqtdan unumli foydalanishga qodir emasligingizga iqror bo'lasiz hamda vaqtga faqat bo'ysunish va rioya qilish mumkinligini anglaysiz. Vaqtga bo'ysunish misollari atrofingizda har qadamda namoyon. Masalan, homilador ayol tug'ish vaqtini kechiktira olmaydi. Tananing va har qanday jismning o'sish, rivojlanish, so'nish va qartayish, eskirish va chirish davrini hech kim o'zgartira olmaydi. Odam boshiga kasallik va musibat tushganidan so'ng u faqat vaqt o'tishini kutishga majbur. Fasllar almashinuvi birin-ketin aniq vaqt chegarasidan chiqa olmaydi. Jismning tezlik va sekinlik chegarasini hech kim o'zgartira olmaydi. Xullas kalom, tafakkuri kuchli bo'lgan har bir soha vakili vaqtga bo'ysunish misollarini ko'plab keltira oladi. Biz esa anglab olishimiz kerak bo'lgan asosiy bilim bu moddiy dunyoda vaqtga bo'ysunmaydigan jism yo'qligi va ibodat vaqtlari aniq belgilanganligi. Inson tanasidagi jonzotning vazifasi ibodat vaqtlarini o'tkazib yubormaslik. Xudoga yaqinlashish uchun berilgan takrorlanuvchi vaqt qismlarini isrof qilib yubormaslik odamning abadiy burchi. Odam ibodat qilishni qancha kechiktirsa, shunchalik ruhiy va aqliy barkamollikka erishishga vaqti kamayadi. Ibodatsiz yashashga o'rgangan aql va ruh keksaygan tanda ibodat qila olmaydi. Chunki sog'lik va quvvat bu tanda bo'lmaydi. Endi dunyo bilan jonzot orasidagi boshqaruv kuchiga e'tiborimizni qaratamiz. Bu nayza ko'rinishida berilgan kuch qismat. Boshqa so'z bilan aytganda, taqdir, peshonaga bitilgan rizq nasiba, karma. Karma haqida rus va ingliz tilida ko'plab kitoblar topishingiz mumkin. O'zbek tilida esa ularni topish qiyinroq. Shuning uchun o'zbek tilidan boshqa tilni bilmaydigan haqiqat izlovchilari uchun qisqa ma'lumot berib o'taman. Taqdir ta'siri jonzotga onasining qornida paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Jonzot aynan shu onada, shu otada, aynan shunday tanada va shunday mamlakatda, qarindoshlar va sharoitlarda tug'ilishi, bularning hammasi karma, ya'ni taqdir. Peshonangizga boylik bitilgan bo'lsa, siz hech qanday urinishlarsiz boy bo'laverasiz. Kambag'allik ham, o'rtahollik ham qismat. Ma'lum vaqt pulimiz ko'payib, biroz xursand bo'lamiz, keyin yana og'ir mehnat bilan kun ko'rishga majbur qilinamiz. Hammasini to'g'ri bajargan bo'lsak ham, qulash vaqti kelganda qulaymiz. Hammasini noto'g'ri qilsak ham, ko'tarilish vaqti kelganda baribir ko'tarilamiz. Internet platformalaridagi ko'plab mashhur milliarderlarning tavsiyalari, treninglari rost. Ammo ularning tavsiyalariga bir xil amal qiluvchilarning hammasi har xil muddat ichida har xil natijaga erishadilar va ularning nasibasini faqat vaqt ko'rsatib beradi. Dunyo vaqt orqali boshqarilgani uchun qismat ham vaqtga qat'iy ravishda bo'ysunadi. Hayvonot olamiga mansub jonzotlar va aqli zaif odamlar taqdirni o'zgartira olmaydilar. Rizq nasibani faqat Xudoning marhamati bilan o'zgartirish mumkin. Ibodatli inson Xudoning nazarini o'ziga qarata oladi va Xudo unday bandasining qismatini yaxshilaydi yoki qismatdan butunlay ozod qilib yuboradi.
Xudosiz odamga esa qismat, moddiyat, vaqt kuchlari o'z bosimini o'tkazadi. Xudoning nazari tushgan odam bandalikdan ozod etilib, Xudoning xizmatkori darajasiga ko'tarilishi imkoniyatiga ega. Bu darajadagi shaxs o'z o'limini kechiktirishga qodir. Og'ir kasaldan azoblanmaslik, qartaygan tanda tetik yashash va shu kabi qobiliyatlar bilan taqdirlanadi va uning har bir so'zi, harakati, axloqi, hatto nigohi ham odamlarga ibrat, hikmat, qalbiga oro, ko'ngliga taskin bera oladi. Chunki bunday odamlarning vujudi ibodatlari evaziga ilohiyat shuuriga to'ladi. Ular Xudoga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini hammaga ulashish istagida yashaydilar. Mana o'zimizga sezdirmasdan Xudo bizni muhabbat kuchi muhokamasigacha ham yetaklab keldi. Xudo bilan jonzot orasidagi munosabatning eng yuksak darajasi bu muhabbat tuyg'usi. Xudoga muhabbatli bo'lishning birinchi qadami, ya'ni eng olis, eng quyi pog'onasi bu odob. Odobsiz odam Xudoni tanishdan benasib. Chunki odobsiz odamning hayvondan farqi yo'q. U hatto bandalik darajasidan ham past pog'onada turadi. Lekin Xudo shunchalik quyi darajadagi odam uchun ham o'ziga yetishish yo'lini yopmaydi. Ya'ni har qanday ahvoldan boshlab odam avval ezgu xulq, ezgu amal, ezgu so'z, ezgu niyat, ezgu hidoyatda mujassamlansa, u albatta bandalikni anglay boshlaydi. Keyin ruhiy ustozga muridlikka tushib, ma'rifat, haqiqat, komillik, foniylik, valiylik natijalariga albatta erishadi. Undan so'ng riyozat chekish, ya'ni tariqat, ilohiy ishq, iymon, islom, pir, mardlik, iroda, niyat, futuvat yo'llariga erishadi. Bunday bandalik darajasiga ko'tarilgandan so'ng qalbda hurriyat ehtiyoji paydo bo'ladi. Ya'ni haqiqatga tashnalik, abadiy hayotni qumsash va poklanish ehtiyojining paydo bo'lishi odam o'zini inson sifatida namoyon qilishining yuksak belgilari. Shundan so'ng abadiy hayot bo'lmish mutlaq poklik, mutlaq ezgulik haqiqati va mutlaq jamol va mutlaq kamol bo'lmish Alloh visoliga erishish nasibasiga muyassar bo'ladi. Bu sufiylik amaliyotida inson barkamolligining eng yuksak darajasiga erishish yo'li va pog'onalari. Sufiylar odamzod jamiyatiga tasavvuf ilmini berdi va bu ta'limot 14-16 asrlarda Osiyo va Hindiston qit'alarida keng rivojlangan edi. Musulmonlar Hindistonni zabt etganlaridan so'ng 300 yil mobaynida hukmronlik qilganlar. Bu hol esa o'z navbatida islom dini bilan vayshnavizm dini chambarchas bog'lanib rivojlanishiga sabab bo'lgan. Natijada ikkala dinning eng yuksak valiylik amaliyotlari, ya'ni sufiylik va vayshnavizm deyarli bir xil bo'lib ketgan. Allohga yaqinlashtiruvchi ruhiy ustozga muridlik qanday kechinmalar bilan bajarilsa, Krishnaga yaqinlashtiruvchi ruhiy ustozga sodiqlik ham xuddi shunday pog'onalardan o'tadi. Vayshnavizmda inson barkamolligiga erishish jarayonlari sufiylik ta'limotiga juda o'xshash. Sufiylik yo'li 16-asrda Markaziy Osiyoda juda rivojlanib,
Naqshbandiya, Yassaviya, Qubroviya kabi tariqatlarni Osiyo xalqlarining hayot tarziga singdirgan, madaniyat ko'rsatkichiga aylantirgan va shu davrning o'zida Hindiston hududida u yerdagi xalqlar uchun Vayshnavizm sampradayalari shunday xizmatni amalga oshirgan. Hindistonda kuchli musulmonlardan Boburiylar sulolasi bo'lgan. Ulardan Akbar shoh bilan Vayshnav Surdasning do'stligi hozirgacha juda ibratli va mashhur. Ammo sufiylik amaliyotini hozirgi odamlar bajarishga qodir emas. Oxiratga yaqinlashganimiz sayin odamlarda aqliy va ruhiy salohiyat pasayib bormoqda. Shu sababli hamma narsani oldindan biluvchi Rahmon va Rahim Xudo oxirat odamlari uchun o'ziga yetishish yo'lini ancha yengillatib va tezlatib bergan. Bu yengilliklar haqida keyingi darslarimizda aytib beramiz. Siz esa vaqtingizni qanday amallarga sarflayotganingizni va Xudoga yaqinlashtiruvchi amallaringiz bor yoki yo'qligini aniqlang. Xayr, salomat bo'ling.